Bortунуква Samarqand Toshkent registratsiyasi bo'lib ko'rib turganlarda Habib aviakompaniya haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Hozir paytda biletlar arzon, lekin mana shu Habib aviakompaniyasi kelganinglarda so'mkalarni mana shu savatchani ichiga solib bir qator tekshirib olinglar, chunki kichkina bu havo yo'liga qaraganda, boshqa aviakompaniyaga qaraganda bir xil emas. Mana shu savatchaga tushmasa, lishniy rasxodlar bor. Ya'ni jigarlar shu Habib aviakompaniyasi uchishdan oldin birinchi o'chirda kelib mana shu ko'rib turgan savatchalarga yuklarni, aynan rushnoylarni solib ko'ringlar, yopilsa shu holatda bemalol registratsiyaga o'chirga tursanglar bo'lar. Agar yopilmasa ichidagi narsani olib bagajlarga miqdorini ko'proq bo'lsa yoki kamroq bo'lsa bir-biriga bo'lib solib qo'ysanglar bo'laveradi. Agar solmasanglar lishniy rasxodlar, ya'ni yevro hisobida to'latadi. Shu xatolarni qilmanglar, sizlarga foydali bo'ldi deb o'ylayman.